Akalar, akkumulyatorni muzlatib qo'yganmiz. Bunaqa muz bo'lish uchun bir hafta turgan bo'lish kerak. Mana buni ko'ryapsizlarmi? Akalar, endi buni test qilib ko'ramiz. Qani, hozir mashina zavod bo'ladimi yoki yo'qmi? Mana bu trubalarni bekorga qilganimiz yo'q. Chunki bir-biriga kontakt bo'lib qolish kerak emas. Har holda bu suv. Sal ochib olaylik, nimaligini bilinglar. Rost akasi muz. Davay akam, mashinani olib kel. Bo'ladi. Realniy bo'lsin, akkumulyator olib tashlaymiz. Davay akam, bitta zavodqchi. Bir hafta sovuqda muzda tursa ham zavod bo'ldi. Ishonmasanglar mana. Largo akkumulyatoriga 1 yil garantiya berishardi. Bejizga emas ekan. Mana o'zingizlarning ko'zinglar bilan ko'rdinglar. Kommentariyada o'zingizning mashinangizni modelini yozorsangiz, biz sizga to'g'ri keladigan va narxini yozib yuboramiz. Largo.